O'rtoqlar, qalaysizlar? Magazinga borib antiqa narsalarni ko'tarib keldim. Instagramdan ko'rgan narsalarimni. Mana bu yiqilib tushibdi hozir. Shuni to'g'rilab olay. Taksiga kelayotganda mashinada cho'chilish qiyin. Liladan Instagramda ko'rgan bo'lsa kerak. Yiqilib tushibdi. Limonlisidan bitta keyin fistashkaligidan oldim. Mana fistashkaligi. Hozircha shuni yeb ko'raychi. Kimim almashtirganmish, sraz video olaman. Hozircha shuni yeb ko'ray, keyin yoqsa boshqachalardan olaman yana sochimni. Keyin bunaqa, bilmayman nima, короче, buni ham Instagramda ko'rgandim. Keyin quritilgan qulpni, buni menimcha mukbangini qo'ygandim, yana bir marta qo'yaman. Keyin bunaqa har xil mevali мороженое. Keyin bunaqa sirop, har xil siroklar. Bularni ham mukbangini qo'yaman. Ramni oldim yana yeyishga. Mana bunaqa ikki xil qurt. Men bu ichimlikni rosa sevaman. Keyin mana bunaqa sirok. Mana bunaqa sirok. Mana bunaqa qanaqadir shirinlik. Buni ham mukbangini qo'yaman. Koreyskiy мороженое, asalli, bodomli. Koreyada yegaman, juda ham zo'r. Mana bunaqa sirok. Men bilmayman. Kassan yonida turgan ekan, shirinlik, jelemi, qanaqadir marmeladda yeb ko'rmoqchiman. Yo'qsa, keyin borganimda jellarim uchun olaman. Qarshiga ketayotganda. Mana bunaqa mashinkachalar oldim jellarimga. Jellarim yaxshi ko'radi mashinachalarni. Aman jellarimni yaxshi ko'raman. Mukbangini kutinglar bilan o'rtoqlar.